Transport nazorati inspeksiyasining Namangan viloyati hududiy bo'limi inspektorlari tomonidan yo'lovchi tashuvlari sohasida qonuniylikni ta'minlash bo'yicha ham doimiy nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Namangan shahrida o'tkazilgan navbatdagi nazorat reyd tadbirlari davomida bir qator avtomobil transportida yo'lovchilar tashish faoliyati bilan litsenziyasiz shug'ullanish holatlari aniqlandi. Tafsilotlar muxbirimiz Umida Qo'shoqova lavhasida. Shahar ko'chalarida harakatlanish tinmaydi, qolaversa gavjum ham. Ayrim vaqtlarda hatto tirbandlik kuzatilishi ham tabiiy. Namangan shahrida yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida yaqin 2 yil ichida undan ortiq yo'nalishlarda 100 ga yaqin zamonaviy avtobuslar harakati yo'lga qo'yildi. Maqsad ham fuqarolarga imkoniyat shahar ko'chalarida harakatlanishni tartibga keltirish, tirbandliklarni oldini olish, narx-navolarni barqarorligini ta'minlashdir. Biroq hamon yo'nalishlarda o'zboshimchalik bilan odam tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilar ham uchrab turadi. Ular nafaqat qonunni chetlab o'tish, balki xohlagan joylarda yo'lovchi tushirib chiqarishlari, qolaversa avtobuslar harakatlanishi belgilangan A yo'laklarda to'xtab xalaqit berishlari kuzatilmoqda. Ana shunday o'zboshimcha haydovchilarning harakatini cheklash, qonuniy choralarini tushuntirish maqsadida Namangan shahar ko'chalarida transport nazorati inspeksiyasi avtomobil transporti Namangan viloyat hududiy bo'limi tomonidan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Avtomobil transportida litsenziyasiz yo'lovchi tashuvlar bilan shug'ullanish mumkin emas. Shu kungi tadbirda bir necha haydovchilarni asli yo'nalishlari boshqa hudud bo'lsa-da, shahar markaziy ko'chalarida bemalol yo'lovchi tashish bilan shug'ullanib kelayotganliklari aniqlandi va ularga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Do'stlikdan chiqdingiz. Qayerda tushasiz? Narkologiya dispanserida tushasiz. Manzilga yetgandan keyin bu avtomashinaga nechta yo'l kiraverasiz. Yo'lovchimisiz bunda? Transport vositasida. Zamonaviy avtobuslar qo'yib qo'yilgan. Shu avtobuslarda yurish qulayroq emasmi Damas'dan ko'ra? O'tkazilgan tadbirlarda 50 ga yaqin haydovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanib, ish hujjatlari sud majlisida ko'rib chiqildi. Shahar ichida jamoat transportlariga qulaylik yaratish, aholiga sifatli transport xizmat ko'rsatish maqsadida transportlarga litsenziya varaqasi berayotganda ularga tender yo'nalishlar ham biriktirib beriladi. Ya'ni Damas avtotransportlariga Namangan shahar markazlarida harakatlanish uchun ruxsat etuvchi tender yo'nalishi yo'q. Afsuski, bugungi kunda litsenziya varaqasini olib o'zlariga biriktirilgan yo'nalishlarda emas, shahar ichida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanib kelayotgan haydovchilarga nisbatan ko'rib turganingizdek reyd tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ularga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-modda 3-qismi, ya'ni amalga oshirish uchun ruxsat etish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar faoliyat yuritayotgani uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, sud organlariga yuborilmoqda. Shu kuni sud majlisida ishtirok etganlar, balki yo'nalishsiz taksi boshqaruvchilari ham albatta tegishli xulosa chiqaradilar. To'g'ri, oz-moz pul ishlab olish, tirikchilik ilinjida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanishni qoralab bo'lmaydi, biroq tartib va intizom, me'yoriy qonunchilik talablariga ham amal qilish foydadan xoli emas. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.